Kriptochatlarni o'qib hech nima tushunmayapsanmi? 7 ta so'zni bilsa yetadi. Hozir ularni aytib o'taman. Oxirgisi ko'p ishlatiladi. Ko'r, hodl, sotma, ushlab tur. Uzoq muddat saqlash degani. FOMO, o'tkazib yuborishdan qo'rquv. Shu tufayli odamlar yuqorida sotib oladi. FUD, qo'rquv va vahima tarqatish, ko'pincha seni sottirish uchun. Pump, narx keskin ko'tariladi, dump keskin tushadi. Ko'pincha birga yurishadi. ATH, tarixdagi eng yuqori narx. Tanga hech qachon bunchalik qimmat bo'lmagan. While, judayam ko'p kriptosi bor odam. U sotganda narx qimirlaydi. Eng muhimi Dior. O'zing tekshir. Hech kimga ko'r-ko'rona ishonma. Kim 100% foyda desa, bu Dior emas, bu tuzoq. Demak 7 ta. Hodl, FOMO, FUD, Pump, Dump, ATH, While, Dior. Endi chatlarni tushunasan, saqlab qo'y. Chat o'qiganingda kerak bo'ladi. Qaysi so'zni aniq izohda yoz.